700% haqiqat bo'lgan narsa emas, balki mani subyektiv fikrlarim va men ham adashishim mumkin va adashishga haqqim bor. Bilasizmi kimlar adashmaydi? Kimlar, qanaqa toifa odamlarmi? Murdalar. O'lgan odamlar adashmaydi. Qolgan tirik odam borki, qanchalik super muvaffaqiyatli va aqlli bo'lmasin, albatta qachonlardir adashadi. Bu narsa normal. Ishlamagan odam adashmasligi mumkin. Demak, aytmoqchi bo'lganim, muvaffaqiyatli inson bo'ladigan bo'lsa, meni subyektiv fikrimga ko'ra, ikkita toifadan iborat. Birinchisi, bu self-made person, o'zini o'zi rivojlantirib, self-made person. O'zini o'zi qilgan odamda, to есть o'zini yaratgan odam. Ya'ni kambag'al oiladan, kambag'al demaylik, oddiy oiladan, o'rta holdan, poytaxtda emas, balki sal chetroqda tug'ilgan u, lekin super muvaffaqiyatga ega bo'lgan. Amerika tarixida eng birinchi self-made person bu biz bundan oldin aytib o'tgan boboy. Ya'ni Benjamin Franklin. Donald Trump ikkinchi toifaga kiradi. Men sizga undan aytib beraman. Birinchi toifaga Benjamin Franklin. Judayam oddiy oiladan chiqqan, judayam, lekin $100 kupyurada aynan shu odam rasmi. Lekin u hech qachon AQSh prezidenti bo'lmagan. U diplomat bo'lgan, u ixtirochi bo'lgan, u juda aqlli odam bo'lgan. Juda kambag'al oilada katta bo'lishiga qaramasdan, juda ham katta muvaffaqiyatlarni qo'lga kiritgan. Mana bu birinchi toifa muvaffaqiyatli insonlar.